xil drayni effekt nimasida farqi bor, nega narxi har xil degan savol juda ko'p keladi. Bugun bunga javob olasiz. Yashil drayni effektimizni oldingi chiqqan versiya bo'lgani hisobiga narxi 155 ming. Qizilimiz yangi chiqqani hisobiga, unga yangi mahsulotlar va yana niska kaloriyli, niska uglevodli bo'lgani hisobiga, shakarsiz bo'lgani hisobiga narxi 20 ming raznica bilan 175 ming. Endi effektga keladigan bo'lsak, ikkalovini ham men ketma-ketlikda klientlarga beraman. Nima uchun? Ikkalovini ham vazifasi bir xil. Shulardan xalos qiladi, 2-3 pochka ichganda ob'yomdan xalos qiladi, ortiqcha ob'yomingizdan organizmdagi ortiqcha suyuqlikni chiroyli qilib haydab chiqarib beradi. Endi nega ikkalovini ketma-ket ichinglar deyman? Bu bittasi qon bosimi pastlar uchun, bittasi qon bosimi balandlar uchun. Buni aynan mendan mahsulot olganingizda konsultatsiya jarayonida aytib o'taman. Shunday ekan, ketma-ketlikda ichsangiz, ertaga keyinchalik sizda qon bosimi degan muammo bo'lmaydi. Sizda davreniya chiqishi, tushishi holatlari kuzatilmaydi va zo'r bo'lib, ob'yomlaringizdan ketib, vizualni ozibsan degan gapni eshitasiz. Direktdan bemalol yozishingiz mumkin. Bittasi juda kamlik qiladi. Kamida bir oyda 3 korobka ichamiz va kutgan rezultatga erishamiz.